Million dollarlar qozonayotgan yashil maydon yulduzlari super mashinalarni haydamoqda. Dunyoning eng ko'p pul topadigan futbolchilarining olgan uylari va mashinalari rostdan ham ishtahamizni ochadi. Biz ham bugun sizlarga dunyoning eng mashhur futbolchilarini sotib olgan lyuks va qimmatbaho avtomobillarini ko'rsatamiz. Videoni boshlashdan oldin, shunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, videomizga like bosib bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Lionel Messi. Futbolning tirik afsonasi hisoblangan Messi oxirgi vaqtlarning eng ko'p pul ishlab topadigan futbolchilari qatorida bormoqda. Bir yilda million dollarlar ishlab topadigan Messini qimmatbaho va lyuks avtomobillari borligiga shubha qilmasangiz kerak. Lekin Messi kutganingizdan biroz kamtarroq holda o'ziga mos avtomobilni haydamoqda. Bu ro'yxatimizga ajoyib mashinasi bilan kirgan Messi Maserati MC Stradale avtomobilini haydamoqda. Bu mashina normal inson uchun qimmatbaho tuyulsa-da, uningdek futbolchi uchun bemalol oddiy deya ayta olamiz. Cristiano Ronaldo. Dunyoning eng ko'p mablag' topayotgan futbolchisi unvoniga sohib bo'lgan Ronaldoni faqat reklama va homiylari tomonidan qo'liga tegadigan mablag'larini o'zi katta boylikdir. Avtomobillarga bo'lgan sevgisi esa sotib olayotgan lyuks mashinalaridan bilinib turadi. Yulduz futbolchining garajida million dollardan oshiqroqqa baholangan 14 dan ko'proq mashinasi bor ekanligi aytilmoqda. O'tgan haftada esa Ronaldo lyuks avtomobillari kolleksiyasiga yangi bir qimmatbaho mashinani qo'shib qo'ydi. Dunyoning eng qimmat mashinasi deb tan olingan Bugatti La Voiture avtokarini sotib olgan Ronaldo bu qimmatbaho mashinasi bilan faqatgina o'ynayotgan futbolida emas, hamma narsada eng zo'ri bo'lmoqchi ekanligini ko'rsatib qo'ymoqda. Neymar Junior. Bugungi kunimizning eng muvaffaqiyatli o'yinchilaridan biri hisoblangan Neymar Junior ham eng ko'p pul topadigan futbolchilardan biri hisoblanadi. Karyerasini cho'qqisida yurayotgan Neymar o'zini xursand qilish uchun o'ziga o'zi qimmatbaho mashinalar sovg'a qilib, o'zini ovutib yurmoqda. Audi R8 mashinasini haydaydigan Neymar bu mashinaga naqd 246 million to'lagan. Zlatan Ibrahimovic. Karyerasi davomida dunyoning eng zo'r klublarida o'ynagan va bir nechta mamlakatlar chempioniga aylangan Ibrahimovic hali ham forward pozitsiyasida futbol o'ynamoqda. Dunyoning eng muvaffaqiyatli futbolchilari qatoridan joy olgan Ibrahimovic eng mashhur avtomarkasi hisoblangan Ferrari F430 modeliga sohib. Lekin Ferrari bilan to'xtab qolmagan Ibrahimovic kolleksiyasiga yana 895 ming dollarlik Porsche 918 Spider'ni ham qo'shib qo'ydi. Andres Iniesta. Barselonaning unutilmas o'yinchilaridan biri hisoblangan Andres Iniesta hozirda Yaponiya chempionatidagi Vasil Kuba klubida to'p tepmoqda. Bir vaqtlar yengilmas Barselonani muvaffaqiyatining eng buyuk me'morlaridan biri bo'lgan Iniesta muvaffaqiyatli karyerasi bilan o'z boyligini to'ldira olgan. Naqd 3 million dollardan oshiqroq narxda baholangan Bugatti Veyron singari qimmatbaho va lyuks mashinani haydaydigan Iniesta bu mashinaga hatto bundan zo'riga ham arzishini futbol muxlislari yaxshi bilishadi. Agar siz ham shunday futbolchi bo'lsangiz va ko'p pullarni ishlab topsangiz, videomizdagi futbolchilar singari siz ham ultra lyuks mashinalarni sotib olarmidingiz? Shu haqida sharhlarda izoh qoldiring. Doimo sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha